Keyingi savol shundan iboratki, juda ko'pchilik ayollarni qiziqtiradigan savol ekan. Farzand ko'rishning muqobil yoshi necha? Necha yoshdan so'ng farzand ko'rish qiyinlashadi? Umuman olganda necha yoshdan so'ng ayollarning farzandli bo'lishi og'ir muammolarga olib kelishi mumkin? Biz ayollarimizga 35 yoshgacha tug'ruq bo'lgani ma'qul deb aytamiz. Chunki zaxiramiz, ya'ni anti-Müller gormonimizga zaxiramizni tugashi 35 yoshgacha yetarli bo'ladi. Undan keyin esa uning miqdori kamaya boshlaydi. O'zi qiz bolada balog'at davriga yetib, birinchi hayz kelganda tuxumdonlarda 250-350 ming atrofida, ya'ni follikulalar, antral follikulalar bo'ladi. Keyin har oy, ya'ni 15-20 dona urug', ya'ni antral follikulalar yetilib, yorilib ketishini hisobiga bu follikulalar soni sekin-sekin kamaya boshlaydi. Va bu esa o'z navbatida, ya'ni follikulalar kamayib ketgandan keyin homilador bo'lishni kamaytirishi mumkin, xohishi bo'lgan. Ya'ni qiyinlashib ketadi 35 yoshdan keyin. Ya'ni anti-Müller gormoni, ya'ni zaxiralarning yana kamayib ketishiga qandaydir travmalar bo'lishi mumkin, stresslar bo'lishi mumkin, yoki bo'lmasam qandaydir autoimmun kasalliklar, ya'ni buqoq autoimmun bo'lishi mumkin, ya'ni buqoq kasalligi bo'lishi mumkin. Chereshevskiy Terner deb aytamiz, bu kasallik bo'lishi mumkin. Yoki rasseyniy skleroz, bu kasalliklarda ham zaxiralar kamayib ketadi. Yoki qandaydir kimyoterapiya, yoki onkologik kasalliklardan, yoki tuxumdonda qandaydir jarroh muolajalar o'tkazilgan bo'lsa ham zaxiralar kamayib ketadi. Shu sababli biz ayollarimizga tavsiyamiz 35 yoshgacha, ya'ni homilador bo'lishini. Ayrim ayollarda hattoki 25-30 yoshda ham zaxirani kamaygani kuzatilishi mumkin, agarki qandaydir kasalliklar yuz bergan bo'lsa. Keyin zaxira kamaya boshladimi, demak albatta bu bemorlarga tezroq homilador bo'lishni tavsiya qilamiz. Va bora-bora zaxiramiz kamayib ketsa, unda nima deb aytamiz? Eko muolajasini qiling. Chunki u zaxira ham yo'qolsa, hattoki eko muolajasiga ham bora olmasligi mumkin. Zaxira kamaygani qanaqa bilish mumkin? Zaxira kamaygani qondan och qoringa anti-Müller gormon tekshiriladi va bu gormonni, ya'ni laborator bergan javobiga qaraymiz va uni yoshiga qarab hisob-kitobni chiqarib aytamiz, yoshiga doir qancha qolgan. Va albatta anti-Müller gormon tekshirilganda biz FSG bilan, ya'ni LG gormonni tekshiramiz va UZI tekshiruvda, ya'ni bachadonni tekshiramiz va tuxumdondagi zaxiralarni, ya'ni tuxumdonni UZI tekshiruvda necha dona urug'imiz bor bizani? 3, 4, 5 mi yoki 10 taga yetadimi yo 20 taga yetadimi? Bularni hammasini taqqoslab, keyin bemorga tavsiya beramiz. Men yaqinda farzandli bo'ldim. Bundan so'ng homilador bo'lmasligim uchun bachadon naylarimni tiktirib, ya'ni bog'latib tashlamoqchiman. Shuni menga tavsiya berasizmi deb savol beribdi. Ya'ni bu IJK, bu degani ixtiyoriy jarrohiy kontratseptiv hisoblanadi. Bu ya'ni operatsiya yo'li bilan o'tkaziladi. Bu muolajadan keyin, ya'ni bu bemor boshqa homilador bo'la olmaydi. Homilador bo'la olmaydi va bu esa ayrim ayollar qildiradi operatsiyani, boshqa tug'mayman deb. Lekin hayot o'zini ko'rsatadi-da, o'zini har xil holatlar bo'lishi mumkin. Keyin kelishadi-da, yoki bo'lmasa ham bu ayol ikkinchi turmushga chiqishi mumkin. Yoki farzandiga har xil holatlar bo'ladi hayotda. Keyin kelishadi, meni naylarimni ochib berish iloji bormi, men tug'aman deb. Lekin bundan keyin esa bu kestirilgan, ya'ni boylangan bachadon naylarini ochish muammo bo'ladi. Ya'ni operatsiya yo'li bilan ochish mumkin, lekin bu 50 ga 50 bo'ladi. Shu. Ham ko'p ayollarda bu operatsiyadan keyin qorin pastida surunkali og'riqlar bo'lib yurishi mumkin. Men bu muolajani tavsiya bermayman. O'zimni patsientlarimga tavsiya bermayman. Birinchi farzandimni dunyoga keltirdim. Bundan so'ng homiladorlikdan saqlanish uchun tabletkalardan foydalanmoqchiman. Buni keyingi farzandli bo'lishimga ziyoni yo'qmi? Oral kontratseptivlarni, ya'ni qabul qilishdan oldin albatta ginekologga ko'rinish shart. Chunki UZI tekshiruvini o'tish kerak. Bachadon holatida, ya'ni miomalar bormi, adenomioz bormi, yoki tuxumdonda kista bormi, yoki boshqa muammolar bormi, yoki bo'lmasam ya'ni qon ivish yoki qon suyuqligi, quyuqligini tekshirib ko'rish kerak bo'ladi. Undan keyin bu tashxisga qarab bu bemorga tabletkalarni tavsiya qilsa bo'ladi. To'g'ri, bu tabletkalarni bu oral kontratseptiv deb aytamiz. Buni qiz bolalar ham ichadi, ginekolog tavsiyasi bilan. Chunki uni
faqat homiladorlik bo'lmasligi uchun emas, uni tashxis qo'yib, ayrim tashxislarga davo usulida ham uni tavsiya beriladi. Ichsa bo'ladi, bitta tug'ruqdan keyin ham, ikkita tug'ruqdan keyin yoki bo'lmasam tug'ruqdan qolgan boshqa tug'maydi, bemalol ichsa bo'ladi. Faqat ginekolog ko'rigidan keyin ichsa bo'ladi. O'zboshimchalik bilan mana shunaqangi tabletkalarni internetda ko'rib qabul qilish qanaqangi oqibatlarga olib kelishi mumkin? Yo'q, uni internetdan ko'rib, to'g'ri ko'plar shunday qilib ichishadi, homilador bo'lmasligi uchun. Bu ya'ni miomani o'sishiga olib kelishi mumkin. Tuxumdonda qanday kistalar bor biz bilmaymiz. Keyin bachadonni ichida endometriy qavatida poliplar bor. Shuning uchun bular har xil o'simtalarga ham olib kelishi mumkin. Agar noto'g'ri qabul qilsa, agar unga tashxisni qo'yib to'g'ri qabul qilsa, bu unga foyda bo'lishi mumkin. Keyingi savol shundan iboratki, ko'pchilik ayollarni juda ham qiziqtirar ekan, keserva, ya'ni kesma-kesar yo'li bilan tug'ish meni sog'lig'im uchun foydalimi yoki bo'lmasam tabiiy tug'ruqmi deb savol berishgan. Qaysi birini maslahat berasiz ginekolog vrach sifatida? O'zi, ya'ni tabiiy tug'ruqmi yoki kesarcha kesishmi? Qaysisi yaxshi, to'g'rimi? Ko'p ayollarimiz og'riqlardan qo'rqishadi, tug'ruqdan qo'rqishadi, "Men kesarva qilib qo'ya qoling" deb aytishadi. Bu albatta noto'g'ri. Chunki kesarva kesish qilishdan oldin uni ko'rsatmalari bor. Ya'ni absolyut ko'rsatmasi bor. Kesarcha kesishni operatsiya qilishdan oldin uni ko'rsatmalari bor. Uning asosiy ko'rsatmalari, ya'ni bachadonda, ya'ni tug'ayotgan ayolning bachadonida hozirgi tug'ruqdan oldin ikkita tug'ruq bo'lgan bo'lishi mumkin va ikkita tug'ruq ham chandiqli bo'lgan bo'lishi mumkin. Yoki hozirgi homilaning yo'ldoshi, ya'ni homiladan oldin joylashgan bo'lishi mumkin. Yoki homilada qanaqadir o'zgarishlar ketayotgan bo'lishi mumkin. Yoki ayolning, ya'ni yurak qon tomir sistemasida o'zgarishlar bo'layotgan bo'lishi mumkin. Bunday holatlar albatta kesarva, ya'ni kesarcha kesishni tavsiya qilinadi. Tabiiy tug'ruq bilan kesarcha kesishni nima farqi bo'ladi bu tug'iladigan bolajon uchun? Demak, tabiiy tug'ruqda tug'ruq boshlanayotgan vaqtda, ya'ni dard boshlanadi. Demak, bu homilaga bu stress, bu homila uchun bu stress bo'ladi. Va homila sekin asta, ya'ni ayolni chanog'idan chiqish kerak bo'ladi. Bu hamma yo'ldan o'zi o'tish kerak bo'ladi. Va o'sha dard boshlanayotgan paytida, ya'ni stress hisobiga, ya'ni stressdan keyin, ya'ni bolajonda gormonlar, ya'ni katexolamin gormon ishlab chiqadi. Va bu gormon hisobiga o'pkalardagi, ya'ni suyuqliklar so'riladi va homila, ya'ni bola qindan chiqayotgan vaqtda onani, ya'ni bakteriyalarni oladi. Va bu bakteriyalar bu bolajonni ichaklarini to'ldiradi. Va bu bolaga bu bakteriyalar begona emas. Chunki 9 oy onasini qornida yotganda bu bakteriyalarga bu moslashgan bo'ladi. Yana tug'ilayotgan vaqtida ham bu bakteriyalarni oladi va kisheshniklar, ya'ni ichaklar, ya'ni to'ladi. Bu foydalimi shunda? Bu foydali bakteriyalarga kiradi. Undan keyin tug'ilgandan keyin esa bu bolani olinadi-da, onani qorniga qo'yiladi. 1 soatcha onasi bilan yotadimi, yana qo'shimcha bakteriyalarni oladi va onasini, ya'ni bag'rida bu himoyalangan holda yotadi. Keyin 1 soatdan keyin esa, ya'ni emizishga beriladi. Bu yana o'ziga kerak, ya'ni himoyalangan bakteriyalarni oladi. Demak, tug'ilgan bola, tabiiy yo'l bilan tug'ilgan bola, ya'ni bu stressga o'zi ko'nikib, o'zi chiqadi va onasini, ya'ni himoyasida bo'ladi. Kesarcha kesishda esa, ya'ni bu operatsiya davrida, ya'ni bola, ya'ni kesarva kesib olingandan keyin bu qayerga kelib tushadi? Bu ya'ni tug'ruqxonadagi, ya'ni begona infeksiya, ya'ni begona mikroblarni o'ziga qabul olishga majbur bo'ladi. Keyin esa bu bolajonda, ya'ni ichagida ozgina muammo bo'lishi mumkin, og'riqlar bo'lishi mumkin, adaptatsiya periodining vaqtini o'tgunigacha bolada ozgina qiyinchiliklar tug'ilishi mumkin. Ayolning sog'lig'i uchunchi? Qaysi birini? Sog'ligi uchun, agar ayolda, ya'ni tug'ruq yo'llarida muammo bo'lmasa, ya'ni homilamiz, ya'ni chanoq razmeri hammasi bir-biriga to'g'ri kelsa, muammosiz tug'sa, o'zi tabiiy tug'ruq bu muammosiz, bezarar hisoblanadi. Agar bola aytib o'tganimdek ko'rsatmalar bo'lsa, demak kesarcha kesish qilishga
olinishga majbur bo'ladi.